Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. To'pli polga qiziqib turganmiz obunachilarimizga. Ustalarimizda xolasa mana bizning xonadonimizda to'pli pol qilishdi jarayoni boshlandi. Plyonkalar tashlandi, penaplekslar tashlandi. Hozir mana shunaqangi ish jarayonida. Katta usta bog' bo'ladi. Teskari qarab o'tirib olgan. Bismillah. Mana shu katta usta bo'ladi. Men senga maslahatim tereli choqini olib bo'ldi. O'chirib turing, efir ketyapti. Hurmat bormi? Gaplashamiz hozir. Dilshod bilasan nima qiladi? Sog'lig'ingiz yaxshimi usta aka? Allohga shukr. Xudo xolasa mana shu uylarni bitish arafasiga cho'r kunora deb video chiqarib turamiz. Bugungi holatlarimiz bo'yicha to'pli polimizni taydan nima qilishimiz kerak zasipkaga? Zasipka ko'proq boshqa ustalar hali salafan tashab turganimiz sababi shibi nimasi past tomonga beton quyib ber, keyin men penaplex bilan tashab qilaman. Stashka qilib ber deydi. Bu uyni egasiga двойной расход. Buni taydi shibin chiqib qochib ketmagandan keyin buni salafan solib turib, salafan ustidan penaplex tashab turib, ustidan baraberini tashab qo'ysam arzonroq. Uyni egasiga yengil tushadi. Demak, shag'alani betonni o'zi, taydi betonni o'zi usta haqi bilan nimasi 50-60 mingga aylanib ketaveradi. Beton quyilishi. Yaxshi, hozirgi kunda siz mana shu holatda to'pli polimizni, ya'ni o'qib berish, tepasiga 5 sm stashkasini quyib berish, narx-navosi qana bo'ladi? Sharoitga nimasiga qarab turib, eng arzoni shu 110 minggacha betonigacha quyib beryapmiz. Shu holatda agar tagiga ham stashka bo'ladigan bo'lsa, yo'q, unda oshadi. Bu tagiga stashka quydim. Shu holatda eplaysiz. Shu holatda qilgin deymiz. Endi uy egasi mablag' birinchi o'rinda tushuntiga. Tushunarli. Demak, bugungi ma'lumotimiz mana shu bo'ldi. Davolasa sizlarga shilanglarimizni to'qilish jarayonidan ham imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kommentariyaga o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni yozib qo'yinglar. Imkon qadar ustalarimiz xudo xolasa 5 kun 6 kun mana shu yerda biz oldimizda qo'ldan kelgancha o'sha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Sizlarga salomat bo'ling. Burib qo'ying, joyingizga endi. Burmay, nariyoqqa qo'ying. Salomat bo'ling.